Ben yani kelime! Biz yaxshi tush mamlakatini yana bir ko'raylik. Qabih dengiz qaroqchilari o'rmon yigitiga hujum qiladi. O'rmon yigit qaysarlik bilan o'zini qo'llaydi. U qaroqchilarni chekindirib o'zi sol bilan qochib ketadi. U birli sakrab solga chiqib oladi. Bu chaqda dahshatli bo'ron chiqib qattiq yomg'ir yog'adi. Sol dengiz to'lqinlari ichga kirib ketadi. Osmon falak ko'tarilgan to'lqin uni yutib etish oldi turganda to'satdan Tushbovay, Lofos, siz kelib bu shishlarni yuvib deydi. Bu yaxshi kitobkan apandim. Xizmatdami yaxshi qo'l Lofos. Tirishib ishlashingni umid qilaman. Kechiring apandim. Kitob o'qishmi, tasavvurmi muhim. Shundaqla shishi yuvishmi muhim. Bugun akşam uni ishlatamiz. Yaqindan beri tinchib qoldik. Saudiya Arab uzun bo'ldi. Parakandichilik salomlayotdi. Shundaqdimi, hushyor turish kerak. Poter qandaq dedin, ha? Saudiya Arab go'harni o'g'irlashni aytdin. Hargiz yonmaydi. Texi plan tuzvatamdi. Kim biladi? Mo'zayning yugurt samonliqcha deb tikan. Men unda qaramayman. Lofos. Podshoh olam kishteshini o'g'irlaydigan yig'ilay tuzadaydi. Lekin men buning amalini hech topamadim. Men to'g'ri talantli, ammo yomon tush podshohligiga ishlayverib, menimdan qitiga chiqib ketgan o'xshaydi. Aql bulug'im tugab qopti. Patlaq monchida uyini baqay. Shifo bo'lib qolsa ajib emas. Burun foyda qiladigan, cho'qim foyda qiladi. Lekin bir o'yik yangi hunarimni sinab ko'radigan bo'lsa, balani teriydi. Buyruqni berib bo'ldim, Uzuntura. Sen buni tutib tur. Paykan salg'ini hozirlatdi. Patakni nishon qilsak, uning ko'ngli keldi, serjant. Bu gapimni to'g'ri tushungaysiz. Patakni bu yerga ko'nglash qilayotganmidik, Uzuntura. U bu yerga ilmiy tajribaga to'kib ko'rsatgani keldi. Men-ku uningga shundoq dedim, lekin xo'p ko'rindi. Paykan salg'i tayyor bo'ldimi? Tayyor bo'ldi, boshliq. Buyruqni kut. Diqqat, Patak. Qutqazgin! Ot! Uzamani qutqazgin! Bu qitim qisnaq butunlay inovatsiz birovik. Butunlay inovatsiz. Yana bir qitim kel, yana bir qitim. Men qilmayman, Opek. Vannaga tushilib, to'limaga buyruqchimi? Bu meni ko'zga ilmig'iningmi? Men aslida kallasi ishlaydigan odamdan herkes umid kutmasligim kerak edi. Maqsadni tushan, birovik. Meni faqat talant qilali shunida. Vanada yotgandilar. Kishining ilhomi keladi. Bugun qanday ilhomin keldi, Opek? Bugun uning ilhomi kelmadi. Uning ilhomi qo'zg'almag'iniga uzun bo'ldi. Bilman, uning kallasi qaytib qoldi. Nima deding? Baqla, kashfiyat degan narsani menga ishonmaysizlar. Bu xizmatning qiyinligini hargiz his qilishmaysan. Podshoh olilari menga tushdeshini o'g'irlaydigan amal top deb buyruq qilgan. Meni charchab faqat majolim xammidi. Men charchab ketdim. U yoq chapqan, bu yoq chapqan, ishi qilayotgan badallarim titilib ketdi. Put-qo'limda mag'dur yoq yetib xohim kelyapti. Rostmanmi shu? Mayli, hamiz ketinglar. Sizlarga hech kim ish ag'irtmaydi. Hech kim g'amxo'rlik qilmaydi. G'amxo'rlik. Opek! Podshoh olilari, mana hozir. Tez kirgin! Mana hozir. Olilari, mana hozir. Nima yurotsa? Olilari, patlaq monchida yuvinayapman. Podshoh olilari, mening ilhomim faqat patlaq monchida tushgandilar. Qo'zg'aladi. Vanna tushilib, vaqtni sarflash qandoq ketindi? Podshoh olilari, men sizlarning qimmatli vaqtlarini isrof qilmadim. Tushdeshini qo'lga tushiradigan amalingni o'tirg'i qo'y. Hozirla! Podshoh olilari, texi amalni topamadim. Demakchi, men mukammal bir amalni texi topamadim. Ishonchli bir loyiha yo'q. Shundaq. Lekin menda bir paykan salg'i bor olilari. Bu ishonchlik ham qudratli qurol salg'i. Yaltapan nomli boshqariladigan bomba bilan etiladi. Tushdeshini yaltapan nomli boshqariladigan bomba bilan etiladi. Andin uni yoshirib qo'yamiz, to'g'ri. Yoshirib qo'yamiz. Hargiz topamaydi. Yonimga keldi. Amalni topdi. Bu sening qo'lingda tursin, Opek.
Çünkü sen yok çağlarda. Padişah alileri, men de tursa, sizning ko'ngillardagidek ish bo'ladi. Men bu ishni darhol bitiray. Boptu çıkın. Shunday qilinglar, shunday bo'lsin. Siz o'zlari xotirjam bo'lsalar. Men işte ishini Aralda saqlayman. O'zlarim yasag'an Aralda saqlayman. Aralda dushmanlar uni faqat yomon tush podshohligida izlaydi. Aqlingga barkallah, Opek. Sen bir aql bo'laqijimi? Onu dengiz suyu güzel bir aralığa çıkarıp koyuptu. Kim bilsin hili qaroqchilar onundan burun aralığa kelip bo'lganken orman adamı yana hujum uchirapti. Lafos! Bu kitap meni ram qilyapti. Hey, obdan kitapken amberli agar o'qing bo'lsa, men o'qib bo'lsam sana berib turay. Rahmat. Kitapni necha minutla nerqib tursang, bu ishlarni jib bo'lar edi. Neymiş oldu lafı söyleyip ketipsen go. Kechiring, ishdan qochaman deb suvga tushib ketdim. Lekin hozir ish qilyapman. Yaxshi lafız, yaraysan, rahmat. Men tinish chog'larda qochaman. Endi bizga hech kim chaqilmas. To'g'ri dedimmi? Natayin, savdorak mag'lubiyatiga hargiz tan bermaydi. Haydanglar! Tez haydanglar! Tez haydanglar, tez! Tezroq! O cicik tütün çıkırıp ne kılımız Serjant? Hey! Opik bizni öldürmekçi, bizni zehirlep öldürmekçi. Onun maksadını kim bilmeydi? Onun kolunu her bala kilidi. Çok komşundak. Bu ne taklidi yanartaq deymiz. Bu taklidi yanartaqni yani suni aralığa o'rnashtiramiz. Biz aşı üçte işini şuya göşürüp koymiz. Qaltis işte bu. Qaltis iş. Bu taklidi yanartaq. Yoşurun joy bo'ladi. Yoşurun joy. Uqdinglarmi? Ha? Uqdinglarmi? Yo'q, Serjant. Bu bir beymani xiyolkan. Hayda, tez hayda. Ayağını da baka Opik. Senden hoşup gidey. Beni bir hoş qil. Xo'sh bo'lalar. Podshoh alileri, jasman xo'sh bo'lalar. Planimga qil sig'maydi. Men uningga Opik arlidan istim qo'ydim. Qani ita. Ustida o'chiblar bor alileri. Yana texe, daraxtlar bor. Hatto tufin chiqadigan jonliq yonartaq bor. Qanday esingizga? Bu aralını nemi qilmoqchisan? Ita Opik. Men o aralni halokat oldidagi boshqa arallar orasiga kirgizib o'taman. O'g'irlovchi atrak tushdi ishini aytgan hamon mushu aralga yoshirib qo'yman. Bu dushmanning hargiz xiyoliga kirmaydi. Ular uni yomon tush podshohligidan istaydi. Düşendim Opik, düşendim. Düştü işini yoşurib olgandan keyin men yomon tush Bunu yaxshi tushmamligiga qabihlik qilishga evatdiman. Shundoq bo'ladi, albatta shundoq. Men aytgango, ularning turli ilhomlarni ata qildi menga deb. U Andala Galiley nomli kemaga chiqishiga vahshiy qaroqchilar uning yana bir qatim hujum qiladi. Lafos! Sen degan diqqatingni haddidan ziyoda chichivatding, to'g'ri dedimmi? Men qarasam dengiz qaroqchisi bo'lish pek ko'ngilli ekan. Demoqchiman. Gaping rost bo'lsa, zehningni yig'ib shishini yig'in. Vaqt qistab kelib qoldi. Dengiz qaroqchilarining turmushi bek malli ekan, turmush butunlay xatar ichida o'tadi ekan. Bilmadim, biz shunda xatar yo'liqamizmi? Qaytib kelganimizda o aralni topa olamizmi, Opek? Uni boshqa arallardan ayirib olmoq taskan. Bu bexatarlikkan. Uni silab qo'ysak bo'ldi o'xshaydi. Ammo menga yarab qoldi. Paykan salg'inni yana otqim kelyapti. Sizlar yanartaqning tutidiga qarab Opek aralni topsizlar. Tutunning nimaligini hal biladigansizlar. Tushundik. Ammo o'z o'rninglarga beringlar. Derhal motorni o't oldi. Motor o't oldi. Hujum qilish asbobini tayyorla. Yo'ldi. Tushdi ishini akaldim. Oqsoqolni chaqiray. Tayyor bo'lib tur, ha? Saqlab tur, Lofis. Billi borayli. Payka salg'inni tayyorla. Tayyor qildim. Men bu bir vaqtim etib baqsam bo'lmasmi?
Bilmesen. Sen bir kıtıp attın o. Bir kıtıp atkaşka. Şu tecrüben var. Uruş tecrübelik vergenge muhtaç. Bu adaletsizlik. At! Nafas, eskiler geldi. Efendim, tez bulun, eskiler geldi. Ular düştü işini hep gitti. Ah, bu şundaq işning yuz berishini ko'nglim tuygan. Oh, tova, nima degan chiroyli. Teperi putum tilip gitti. Faqatli macalim qanmidi. Eşqisi yok. Birdem tepip, birdem demelip mağmamdık. Ko'tildoshma! Oraliq o'qinishga hozirlan. Qaysi aralga, serjant? Albatta tutun chiqqanigida. Opek tutun chiqarib belgi beraman degan. Bu gapni qilganda sizlar nada qolgan? Şunisi serjant, ben tütün kömüdüm. Ular bir ishni aytib to'g'ri qildi. Bu planim oxiri g'alaba qildi. Ular nima qilyotgandi? Tutun chiqmaydi-ku. Tutun qani? Tutun chiqarishinglar kerak edi-ku. Endi ular nishonni qandoq topadi? Qalib ola. Tutun chiqmasa nishonni topolmaydi. Planimiz ustidan bo'ldi. Asta, maktabatlar. Tez bo'lish qilib ola. Tez bo'lish. Qalib ola, tez bo'lish. Tez bo'lish. Serjant, qarang, ovi ekan. Belki berde serjant. Qarang. Ko'rdim, tutunni ko'rdim. Men boshliqni ko'rgan. Sizlarni qasdan sinab boqdim. Brovik! Bu yoqda! Brovik bu yerga qo'y! Brovik! Qo'nishga hozirlan. Undan qepilar! Kimi bilan berib ularni akvalayli! Yuringlar! Tez bo'lish! Bizda tomoq yemidik. Musab ketdik. Qo'sig'im bek eshib ketdi. Bizga tamoq bermasa kimini hargiz aytmaymiz. Yuringlarni qapta qilib men bilan javoblashyotsizlar o'ti. Ablaqlar darhol buyrug'ini ijro qiling. Tez bo'lish! Kiringlar, ketaylik. Qaytib keling! Senlar siyosiy o'zgarish qilmoqchi bu! Mushu daraxtmi? Shundaq. Meni shu. Sizlar bag'ondan keyin aqlinglarni jo'rib ish qilinglar. Lofus, bu yo'lmaqsizlarni birdan-bir yomon tush podshohligiga olib qo'ydi. Lekin u teshini qanday qo'lga tushirish kerakligini deb beramaydi. Perdet bu daraxtning yupurmig'i bek tez uchdi. Manzilga ko'zni yumib boshqacha opirdi degan. Perdetni topolgan bo'lsak, o'zidan so'rab boqaykanmiz. Buni usti texnika bo'lmasa, odam ishlatamigidek. Uning hayotligini men bilmayman. Hozir sizlarga o'rgatadigan hech kim yo'q. Shunga bak ehtiyot bilan ish ko'ringlar. Xotirjam bo'ling, apandim. Shunday qilamiz. Ost sur'at bilan uchimiz. Mangayli. Tez sur'atda uchishimiz beshakchi bo'ldigan o'xshamamdi. Biz o'zimiz uçmadık. Boran uçurdu. Bunda qattiq boran. Ba'zi chiqib qoladi. Biz halokat dengizdagi orolga qamilib qoldik. Qatnash qurolimiz yo'q. Qanday qilamiz? Taptiki bosh qahramonmi bu shunday ahvolga duch kelgan? Shundaqmi? U qanday qilgan? Biz misol yasaylamsa? Men bundaq yeşil o'simlikni asalda ko'rib boqmoqchiman. Bu saxt inshoot. Buningda dushmanimizni topolmaydi. O pek yanartaqni yasab chiqdi. Buning hammasi shu qildi. Buni yasaq odam nima qilib bizga chiqish yo'li qo'yib qo'ymagandi. Bizni ta'tir qilib nima qiladi? Suratni tezlatinglar birodarlar. O pek yasaqa yanartaq chiqib olsaqlar, bizning ishimiz bitdi.
Uçup ketayotganda biz ularni ko'rmagan-ku. Sir itimiz tez bo'lg'achqa ko'rinmagan. Birdam ardı qilib olaylik, serjant. Arduq qilaman demsan, kaynimizdan bir top dushmanlar qo'g'lab kelyapsa, yana arduq qilmoqchimisan? Charchab o'lsak, buning chechiga choy bo'ladi. Bu yerda daraxt chiqqan, solyatsa qiynalmag'idekmiz. Saymanlarimizni unutib qattiq emasmi? G'alba qildik. Bu bizga, demak, qo'mondonlikning dono ekanligini tushuntirdi. Biz bu yanartoqqa chiqib olsak, ishimiz bitadi. Tushdishini elib darhol yanartoqqa kirib olamiz. Yo'q, ular nima qilyapti? Ular nima yanartoq tarafga bordi? Bunda qilsa tushdishini vayron qiladi. Ajrim nikoh ketadigan bo'ldi-da. Bu yabaki sıxgan. Serjant, o'pishning o'z manfaatida bir qanday askilik qilishni yanmaydiganligini unutib qoldingizmi? Nemandoq chiqdim bu? U bizni ko'p qamoqchimi ya? Qo'rqmanglar birodarlar, buni hammasi saxt ko'rinish. Maqsad buni dushmanlarga yanartoqda ko'stish. Buning bizga hech qanday ziyni yo'q. Buning qara, Tushbovoy bizni maqtaydigan bo'ldi. Bu bo'ron chiqirib bersaydi, bu yerdan tezlik ketib olardik. Yanartoq portlay deb qopdi, portlasa chatoq bo'ladi. Ağır qaytib kelibsizlar-da. Biz dushmanni eziqtirib, aran deganda kelib oldik. Tushdish qani, tushdish. Lofus, qara. Qo'ya qaraymi? Cho'qqining yenidir ekan. Tushdishchi, cho'qimshi. Boshqa narsa undaq chaqnamaydi. Lekin u bu yerda nima qiladi? Eskilar mashaga qamilib qolgan o'xshaydi. Ular ko'rinmaydi. Yanartoq portlashdan avval tushdishni ilg'ilaylik. Hasiyat keçini o'tkazishga tayyorlaninglar. Tushdishini cho'qim bir yerga yo'shirib qo'ydi. Opek uni orolning ichkirisiga yo'shirib qo'ygan o'xshaydi. Qolganlarni qilinglar. Ular amnislarni to'sib qololmaydi. Chetirib qo'ydik, qo'ldan chiqarib qo'ydik. Qarasa, endi men podshoh alilariga qanday javob qilaman? Qarasini, unchoq ochiqlashni hojati yo'q-ku. Opek, asli yo'l bilan qaytib kelgan bo'lsak, mushu ish yo'q, ha? Techaman qaytib kelgandan keyin qoqishdi qila. Birovik, u orolni ko'rmadingmi? U portlab cho'kib ketdi. Yana izimi qolmadi. Onun bizga foydasi nima? Tushdishimi tanla yo'qoldi. Rost deysan, uzun tura. Rost dedim. Shukri, elimi yaxshi tepkapsizlar. Bak yaxshi. Qolgan bo'lsangiz hayron qolyapsiniz. Qora bo'ron chiqib yomg'ir quyatdi. Bizning yo'pirmig'imiz dengizdagi bir orolga chiqib ketdi. Orolda bir yanartoq portlashga asli qopti ekan. Sen mushu tasavvuringga tayinib, kishini hayajonga solg'idek bir kitob yozdilig'ideksan, jumu? Rost aytdingiz, apandim. Nofus ikkimiz sal yasab yanartoq portlig'icha oroldan ketib oldik. Karomat. Diqqat! Harekatlaninglar. Yomon tushni faqat tushdishlar to'sib olaydi. Shukri. Bu neymiş? Opek! Kimsin? Mening oralim,
mening go'zal arilim. Tezroq o'zinglar birodarlar. Podshoh oliylari tushdi ishini dengizga mangu cho'kib ketganini uqsa, xo'shal bo'lib usulga tushib ketishi mumkin. Borsanglar, podshoh oliylari hammanglarni mukofotlaydi. Bizga mukofot tayyormidi, serjant, ha?